Assalomu alaykum do'stlarim. Like bosib charchamayapsizlarmi? Do'stlar, hop bugungi o'yinimiz Dream Liga Soccer o'yini bo'ladi. Hop akkauntimiz mana ko'rishingiz mumkin. Bugun tayyorlanmasi full qilishga harakat qilamiz. Endi 1 marta kuchaytirib ko'ramiz. Qani full bo'ladimi yo'qmi ko'ramiz. Hop. Bu yerda men sabitlarni yutib o'yinman. Ko'proq DLS haqida, Dream Liga Soccer haqida video chiqarishim xohlasanglar, plus yozib ketinglar kommentariyaga. Hop. Ssenariyoni o'ynaymiz. Ssenariyoni o'ynagandan keyin tayyorlanmasi full qilishga harakat qilamiz. Hop, boshlaymiz. Agey bilan gol urish kerak. Ferri bilan gol urish kerak. Hop deymiz, lekin bu oq o'yinchilar bilan gol urish vashsiy qiyin. Yana g'irt bo'lmagur kamalga o'ychalib yiqitdi. Shtrafni bermaysan, pas ber. Ol. Turishni qaranglar-da, o'rtoqlar bilan. Agey mashimida yo'q, amayli tinchgina pas berib, birinchi bitta gol ura olaylik, keyin mana shu bratishkalar bilan gol urishga harakat qilamiz. Yo'q, qanaqa chiroyli. Men sariq Lewandowski hozir mana gol ura olmayapti-da, borku. Lewandowski даже bunaqa gol ura olmaydi-da hozir. Bildinglarmi o'rtoqlar, mana shu Dream Liga 2026-o'yini kelgandan keyin o'yin qanaqadir yangilandi. Oljan. Qanaqadir yangilandi. Men qanaqadir o'yin ancha qiyinlashdi-da. Dream Liga o'yini realistikani yaxshi ko'radi. U Dream Liga o'yini faqat o'ynash qiyinlashtirib boryapti, lekin degan joyi ham bor-da. O'yinni qiyinlashtirganiga yarasha har xil emotsiyalar, yangi o'yinchilar qo'shishi hech ham o'ylamaydi-da bu Dream Liga. Eng yomon tarafi shu-da Dream Liga o'yinini. Hop, men bitta brachka olib qo'ysa, koptaga olsang yaxshi bo'lardi. Malades, chiqib qo'y. Koptaga olish shu darajada qiyinmi? Yo'q, prosta bular ssenariyoga kelgandan keyin qanaqadir g'alati o'ynashni boshlaydi-da. Bir zo'r o'ynab ketadi, bir umuman o'ynay olmaydi. To'g'ri, buni qiyinchiliklari bor. Tepaga. Yaxshi gol. Yaxshi. Bu bitta golimizni ishonib qolishimiz kerak emas, chunki hali yana golni bangillar hisobga ketishi mumkin bo'ladi. O'zi qanaqadir g'alati-da bu ssenariyoni o'ynash. Har doim har xil bo'lish kerak-da. Har xil qiyinchiligida beradi. O'shanga yarasha bir xil o'ynash kerak. O'sha qiyinchiligini ko'rsatib qo'yadi. O'sha qiyin bo'lsa qiyin o'ynash kerak-da, lekin bir xil payt vashsiy oson o'ynab ketadi. Ketmaysanmi? Nima qilsan? Baribir o'zimiz futbolchiga otib beradi. Alda yo'q, o'tib keta olmadik. Qaytamiz, bitta pas ber. Agey olib qo'y. Koptaga tegindi, lekin olib qo'ya olmadi. Koptaga oldi, endi beraverdi. Oq o'yinchilar shu-da o'rtoqlar. Oq o'yinchidan nima kutish mumkin? O'zi bir ittanimaydigan komandalar. Mayeda tezligi juda ham zo'r. Kalla bilan urib qo'ysa, lekin yo'q, yaxshi urmadi. Hop, 2-1 bilan o'yinni yutdik. Ana bizga bonuslarni ber. Finman siganga nega buni bonusini bermadi? Bu shu darajada jinni bo'lib qolmi? Balo bu chiqib. Mametdan kunlik bonus olganimiz olamiz. Mana shu paysodan boshqa hech balo bermayapti-da borku. Eng normalisi ham shu bo'lsa kerak. Qani tayyorlanishga ko'proq nima kerak? Tayyorlanish shundoq kuchaytirib qo'yamiz. Texnika bersak ham bo'ladi, lekin bittagina oddiy coach bersak ham full bo'ladi, amayli. Texnikadan beramizmi yoki fitnessdanmi? Chunki baribir hozir texnika berganimiz bilan ham taklin, ya'ni koptaga olib qo'yish 80 bo'lib, yashil bo'lmaydi, bitta bersa. Amayli ko'kini kuchaytirib uramiz, bitta berganda full bo'lsa ham fitnessga beramiz. Qani, yo bismillahirrohmanirrohim. Yo'q. Full bo'lmadi. William Saliba bilan Gabrielga tushdi. O'rtoqlar, sizlarga eng zo'r maslahat beraman. Mana shu Gabrielni olmanglar, sizlarga maslahatim. Gabriel umuman o'ynashni bilmaydi. Sariqqa loyiq emas-da bu. Real hayotda o'zi yaxshi o'ynaydi, to'g'ri, lekin Dream Liga statistikasida Van Dijk bilan teng-da uni statistikasi, lekin Gabriel umuman ham yugura olmaydi, ham statistikasi yaxshi emas. O'zi bu 85 ga emas, 83 yoki 82 ga loyiq-da. Umuman o'ynayolmaydi. Hop. Do'stlar, bugungi videomiz shu haqida bo'ldi. Yana bu Dream Liga o'yini haqida ko'proq
videolar chiqarishim uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalga like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, bundan ko'proq video chiqadi. Hammaga rahmat.